Hisobot shaklini to'ldirish va yuborish moy.soliq.uz sayti orqali elektron raqamli imzodan foydalangan holda amalga oshiriladi. Bunda shaxsiy kabinetga kirgandan so'ng yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborish bo'limiga o'tiladi. Elektron shakllardan boshqalar bo'limiga o'tiladi. O'zini o'zi band qilgan soliq agentlari tomonidan to'laniladigan AUS bo'limidan kerakli bo'lgan hisob-kitob shaklini tanlaymiz. Hisobot detallari bo'limidan soliq kodi, hisobot turi, yil va davr tanlanganda soliq hisoboti soliq organlari axborot tizimida mavjud bo'lgan hamda soliq to'lovchi tomonidan shaxsiy kabinetdagi interaktiv xizmatga kiritilgan ma'lumotlar asosida to'liq avtomat shakllanadi. Hisobot shakli soddalashtirilgan tartibda ishlab chiqilgan bo'lib, faqat o'zini o'zi band qilgan shaxslarning to'lashi lozim bo'lgan soliq summalarini yuridik shaxslar soliq agentlari tomonidan to'lov manbaida ushlab qolinadigan aylanmadan olinadigan soliq hisob-kitobidan iborat. Hisob-kitob yil boshidan o'sib boruvchi yakun bilan so'mda to'ldiriladi. Tovarlar, xizmatlarni realizatsiya qilishdan olgan daromad 0-satrda Soliq kodeksi 465-moddasiga binoan o'zini o'zi band qilgan shaxslarning soliq davrida tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha mazkur yuridik shaxsdan olgan 1 milliard so'mgacha bo'lgan daromadlari avtomatik shakllanadi. Hisob-kitobning 0-satrida hisoblab chiqarilgan soliq solinadigan baza va belgilangan stavkalardan kelib chiqib, avtomatik tarzda aylanmadan olinadigan soliq summasi aniqlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.